Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Asro. Bugun biz mana shunday ajoyib ferma qurishga harakat qilib ko'ramiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bu bizga katta motivatsiya beradi. Birinchi bo'lib, biron xil qishloq topishimiz kerak bo'ladi. Endi esa qishloqdan uzoqroqda tekisroq joy topib olamiz. Taxminan mana shu joylardan to'g'ri keladi. Bu fermani men o'ylab topganim yo'q. To'liq video uchun silka havola ostida. Bu ferma uchun kerak bo'ladi 64 ta blojnik, 9 ta polblok, 2 ta lyuk, 2 paqir suv va 1 paqir lava, fakel, lotka, 3 ta varonka, 2 ta sunduq, 3 ta divan, 5 ta tablishka va 3 ta qishloqi va 1 dona zombi. Endi taxminan shu yerlardan 7 ga 7 blok qo'llab olamiz. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana endi birlashtirib olamiz. Endi esa yana bir blok chuqurroq qo'llab olamiz. O'rtadan bizda mana shunaqa chuqur paydo bo'ladi. Endi o'rtasidan hop, ikki chekkadan 2 blok qoldirib, o'rtasidan 3 ta blok qo'llab olamiz. 2, 3 ga chiqib blok qo'llab olamiz. Endi chuqur ichkariga qaratib 3 ta blok. 2, 3, 1, 2, 3. Shunday qilib qo'llab olamiz. To'g'rilaymiz. Endi mana shu tomonga qarab, xohlagan tomonlaringga qarab 3 blok ichkariga, 2 blok balandligiga qilib qo'llab olasizlar. Mana shunday ko'rinish kerak. Divanlarni olamiz oldin. Bosh tomonini chuqurga qaratib qo'yib chiqamiz. Keyin pol blokni qo'yamiz. Lyukni olamiz. Lyukni qo'yib mana shunday holatda sindiramiz pol blokni. O'tib turib fakelni olib turib mana yerga qo'yamiz. Lotkani olib mana bu yerga qo'yamiz. Mana yerdan zombi olib kirsalar ham bo'ladi. Olib qo'yamiz. Xo'sh. Bu yerga 3 ta jetelni spawn qilamiz, ya'ni olib kelamiz. Mana shu yerga qo'yamiz. Xo'p. 1, 2, 3 katta jetel bo'lishi kerak, mayda jetel bo'lsa bo'lmaydi. Keyin zombini olamiz. Zombini olib turib mana yerga spawn qilamiz. Ilotga o'tkazamiz. Keyin chiqib bu yerdan ustini yopamiz. Zombi turgan tomondan 2 ta blok qo'yamiz, 2 chekkaga. Xo'p. Keyin blojnikni olib turib 2 ga 3 qilib quramiz. Ikkala tomondan ham. 1, 2. Shunday qilib, mana yerga bir blokdan qo'yib chiqamiz. Ustidan pol blok. Pol blokni qo'yib chiqqanimizdan keyin suvni olamiz. 2 paqir suvni. 2 paqir suvni olib turib 2 chekkadan qo'yamiz. Blok xo'sh. Blokni ustidan qo'yamiz. 1, 2. U burchakda suv bormagan joy bo'lishi kerak. Agar shunday qilgan bo'lsalaring to'g'ri, 3 ta nimani qo'yamiz. Tablichkani shift bosib turib yana bitta bu tomonga o'tib turib shift bosib qo'yganimizdan keyin lavani olib mana shu yerga qo'yamiz. Lavani qo'yganimizdan keyin lopatani olib hozir 7 qilib tekislab olamiz.
Xo'p. Bu yog'ini 7 qo'ygandan keyin bu tomonni ham 7 qilib tekislab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Bu tomonda ham 1 2 3 4 5 6 7. Bu tomondan 6 ta. 1 oldin bitta tekislab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 6 ta. Tekislab olamiz. Bunday qilib tekislab olganimizdan keyin hamma joyini lapatlab chiqamiz. Bir-biriga ulab polnisi lapatlab chiqamiz. Agar mana shunday lapatalab chiqmasak, mana bunday boshqa joyda spam bo'ladi. Golemlar. Suramiz. Tush sanchi mana tushdim. Tushirgandan keyin betlarini ham tekislab olaman. Mana oxirgilari mana deyarli tayyor. Mana bu yerdan qo'laymiz. 2 3 4 ta blok bo'lib turib, mana yerdan teshamiz. Haligi qurg'u joydan chiqamiz o'z qo'yda. Bu yerda o'zimizga moslab kattalashtirib olamiz. 5 ta qilib variankani olamiz. Variankani olib turib bu yerga bitta, bu yerga bitta, mana bu yerga noto'g'ri qo'yildi, hozir qo'yamiz. To'g'rilab turib buni qo'yib olamiz. To'g'rilab qo'yganimizdan keyin bunisini ham to'g'rilaymiz. Uje fermamiz ishlayapti. Buni plastikka to'g'rilaymiz. Sunduqni qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerni yopamiz. Chunki ichkarida nima spam bo'lmasligi uchun bu yerdan ham bitta blok qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan lisensiya qo'yib o'zingizlarga mos sharoit qo'ysangizlar bo'ladi. Lukni olib ikkinchi lukni olib turib bu yerga qo'yamiz va ferma ferma tayyor. Mana bizning fermamiz 5 minut ichida 21 ta plitka ishlab chiqardi. Sizlarga uchun katta rahmat.